Rivoyat qilishlaricha, qadim zamonlarda 3 ta erkak qilmish jinoyat. Azmi gunohlari har qalay og'ir, qozi o'z hukmini o'qibdi oxir. Kechirib bo'lmaydi gunohlaringni, o'limga hukm etmak kerak baringni. Chunki jinoyatga til biriktirib, necha insonga berdinglar firib. Qaysining kiming bor, so'yla birma-bir. Bu qilmishlaringni bilmasmi axir? Meni xotinim bor der, biri tomoq qirib, meni opam bor der yana biri. Hech kiming yo'qmi, so'ylasangchi axir? Yigit yig'lay ko'z yoshlarini to'xtata olmay, so'ngra dedi, meni mushtipar onam bor. Afsus, bu qilmishlarimdan emas xabardor. Bu so'zlarni tinglab buyurdi qozi. O'limga mahkumsiz, hukmdan rozi. Har birini ortida bir mushtipar jon, o'lim oldi mayli beraylik imkon. Chorlang yetib kelsin o'sha 3 ayol, bizni hukmimizni kuzatsin halol. Bo'lsa ham onaxon, bo'lsa ham dildor, ulgursin axir bu eng so'nggi diydor. Choparlar to'rt tomon chopib yeldilar. Afsus, birgina onani topib keldilar. Bu holatni ko'rib qozi ham hayron, qarshida turar mushtipar nolon. Qozi dedi, yaqiningiz kim? Ayol yig'lar deya olmay lom-lim. So'ngra dedi, men hukmingizni eshitib tanamda jon yo'q. Ularni biriga xotin, biriga opa, biriga onaman. Ular o'lsa men ham o'lim topaman. Bu so'zlarni eshitib qozi hayratdan so'z boshladi. Nahotki hammasiga yaqin bir ayol. Ayolning so'zlari bo'lmasa yolg'on, ayolga beraylik birgina imkon. Onaxon shoshmasdan fikrni jamlang, 3 tutqun ichidan birini tanlang. Siz tanlagan kishi o'limdan ozod. Afsus, hammasiga berilmas imkon. Onaxon o'ksinib, xo'rsinib dedi, barini aybidan o'tsangiz edi. Afsus, siz bunga yo'l qo'ya olmaysiz. Oh bolam, oh ukam, oh begim essiz. Bu dunyo azaldan bir kam. Mayli omon qolsin birgina ukam. Yana kutilmagan holat yuz berdi. Ona farzandi qolib ukasin derdi. Yoqa ushlab qoldi guvoh bo'lganlar, hattoki o'sha gunoh qilganlar. Qozi dedi, xato qildingiz-o shoshib qolganda. Ne naf bor, 40 yoshdan oshib qolganda. Axir bunda chimildiqqa kirmagan farzandingiz turibdi-ku, javdirab qaqshab. Qaror qilsangiz-chi onaga o'xshab. Bu so'zlar onaga og'ir botdi. O'ylab ham o'tirmay ona so'z qotdi. Bilaman, ona uchun farzand muhimdir. Bilsangiz hozir yurak bag'rim kukundir. Bir ham topilar tegaman desam, hali Xudo bersa ko'rarman farzand. Yolg'iz ukamga yolg'iz opaman. U o'lsa jigarni qaydan topaman? Yolg'iz ukamga yolg'iz opaman. U o'lsa jigarni qaydan topaman? Bu so'zlar hammani hayratga soldi. Muruvvat ahlini g'ayratga soldi. Ayolni zehni-yu dono so'zlari ochdi xaloyiqni mehr ko'zlari. Qozini qalbida shavqat uyg'ondi. Dillarda muhabbat chirog'i yondi. Tavba tazarruga navbat yetildi. 3 tutqun o'limdan qutuldi. Tog'ni kesib o'tsa bo'lar singil uchun. Jonni kechib o'tsa bo'lar singil uchun. Ota uyda ulg'ayish bor, qolish yo'qdir.
singillarni yo'qlab turing ko'ngil uchun. Yumshoq ko'ngil, ta'na nima bilmaydigan, boshingizga kulfat kelsa kulmaydigan, bu dunyodan o'tar bo'lsak yig'laydigan, singillarni yo'qlab turing ko'ngil uchun. Alloh rozi bo'lsin. Buni qalam bilan izhor qilgan ukamizdan. G'animatmiz. Bu dunyoga g'animatmiz, mehmonmiz. Tanamizda urib turgan jon omonat. İbtidosi bor narsani intihosi bor. Ko'kargan daraxtni qurishi bor, nur sochgan quyoshni botishi bor. Jigar bo'lib, bir onani qorniga sig'ib, bir xonadonga sig'masdan qiyomat diydor bo'lib, arazlashib, gina adovatda yurgan insonlar bo'lsa, qo'limizdan kelgancha bir-birimizga bag'rimizni ochaylik. Qiyomatda gaplashaman, yuzini ko'rmay deydigan odamlar bor. Qiyomatda dahshati shunchalik og'ir bo'ladiki, yoningizda turgan odamning kimligini bilmay qolar ekanmiz. Qiyomatda o'zini holiga qo'yaylik, bu qiyomatga qo'ymaylik. Dunyoda yurgan paytimiz bir-birimizni qadrimizga yetib, haqqimizga duo qiladigan, haqorat nazarda qaramasdan, o'lganda qabrini tepasida jigarim deb yig'lamasdan, hayot yurgan jigarni qadriga yetishni Alloh hammamizga nasib etsin. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.